Bugun kunimizda meydanini, prinsipini menfaatning ustiga qo'yadigan, o'zi keladigan foyda ziyon qarab turib, o'zining maydonidan voz kechadigan, prinsipini o'zgartiradigan, shundaqla o'zi ishongan prinsiplarga zid ishlar, so'zlar ko'z oldida bo'linsimi, hech kimga eski bo'lmaslik yo'lini tutadigan kishilar kundan kunga ko'payadi. Amaliyotda bu jamiyatimizdagi kishilarning haq va nohaq, to'g'ri va xato engining kundan kunga cho'kib, umumyuzlik shaklda jamiyatimizning ijtimoiy nifoqlik qarab manganligidan iborat bir fojiadan signal beradi. Texmi xatarlik bo'g'ini o'zini xalqning yetakchisi deb qarayotgan kishilarimizda bu xil yumshoqvoshlik, haq va nohaq maydonlarda keskin bo'lmaslik, to'g'rini to'g'ri, xatoni xato deyilmaslikdan iborat bu xil tutumsizlikning bosh ko'tarishi eng chong fojia. Chunki bizning dinimizda to'g'ri bilan xatoning o'rtasida hech narsa bo'lmaydi. Aksicha to'g'ri bilan xatoning o'rtasidan bir narsani paydo qilib, hech kimga eski bo'lmaslik yo'lini tanlaganlar bo'lsa, amaliyotda nifoq yo'lini tanlagan. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bizga "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi." Qandaq bir odam munkarni, ya'ni xatoni, nohaq ishni, botil ishni ko'rsa, uni qo'li bilan darhol o'zgartsin. Agar qo'li bilan o'zgartamasa, tili bilan bo'lsin o'zgartsin deydi. Ya'ni bizning dinimizda xatoni ko'rgan hamon uni qo'li bilan o'zgartirish buyuriladi. Ammo xatoga yumshoq muomala qilish bizning dinimizda aslo yo'q. Agar bir musulmonlar jamiyatida to'g'ri qarta jasorat bo'lmasa, xato, botil qarshi nafrat bo'lmasa, bu jamiyatda aslo yaxshilik yo'q. Shundaqla bu jamiyatda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom degandek yusaddaqu fihal kafir, yolg'onchi, rostchil deb qaraladi. Va yukazzabu fiha sodiq, rostchil yolg'onga chiqariladi. Ya'ni yolg'onchi ichi bilan teshi o'xshamaydigan, bizning qishimiz kelsa-mu sizning to'g'ri deydigan, uning qishqa bo'lsa-mu sizning to'g'ri deydigan, hamma odamga yaxshi bo'ladigan bundaq yolg'onchilar eng yaxshi odam mushu, rostchil mushu deb qaraladi. Va yukazzabu fiha sodiq, rostchil odam, to'g'rini to'g'ri, xatoni xato deydigan jasoratli kishilar bo'lsa, yolg'onga chiqariladi. Ularni o'ktichi va shunga o'xshagan har xil qalpoqlar bilan ujuqtirilish, e'tiborsizlashtirish va yolg'iz qoldirishga o'xshash har xil xavflarga duchor bo'ladi. Buni ko'rgan mas'uliyat eng ojiz, haqiqat tuyg'usi tuvan kishilar, haqiqat gap qilsak, oningdek chatqa qildikanmiz, yolg'iz qoldirildikanmiz deb umi yolg'a aytishga boshlaydi. Ya'ni qalbidagini demaydi, qalbidagining ziddigini deydi. Shundaqla ko'z oldida o'zi ishongan prinsipga zid, o'zi xato deyotgan ishlar bo'linsimi, uni sukut qiladi yoki qo'llaydi. Amaliyotda bu hech kimga eski bo'lmaslikdan iborat atalmish tinchlik yo'li bo'lmasdan nifoqlik yo'lga olgan bir qadam. Bir bo'lik kishilar Ibn Umar roziyallohu anhuning qishig'iga kelib, "Ey Ibn Umar, biz boshliqlarimizning qishig'iga kirsak, ularning qishida boshqa gapni qilamiz. Ya'ni boshliqlarimiz bir gap qilsa, uning xato ekanligini bilsakmi, uning gapini qo'llaymiz. Uning qishidan chiqqandan keyin u gapning xato ekanligini deyishimiz, boshliqlarimizning qishda qilishgan gapdan boshqani qilishimiz. Bu ahvol qanday bo'ladi?" deb so'raydi. Ibn Umar roziyallohu anhu bo'lsa, "Kunna na'udduhu nifaqan fi ahdi Rasulillah." Biz bu ahvolni payg'ambarimizning davrida munofiqlik, nifoqlik deb sanaydik deydi. Demak, to'g'rini biladigan kishilarning to'g'rini to'g'ri, xatoni xato demasligi, har xil bahonalar bilan sukut qilishi bo'lsa, u bir nifoqlik. Shundaqla bu 200'limichilik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dunyoda 200'limichi kishining bo'lsa, qiyomatda 2 dona o'tdan tili bo'ladi deydi. Shundaqla yana bir hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 200'limichi kishilar qiyomatda o'rin jihatda eng nachar kishilarning qatoridan bo'ladi deydi. Bugungi jamiyatimizning isloh bo'lmasligi, ahvolimizning kundan kunga yaxshilanish emas, aksi keyniga menishi, chekinishi bo'lsa, jamiyatimizda bu xil nifoqlikning avj olganligi sababdan bo'ladi. Chunki to'g'rini to'g'ri, xatoni xato deydigan kishilar bo'lmagan yerda xatolik avj oladi, xato yo'naydi. To'g'ri ish bo'lsa kichiklaydi, uningga o'rin berilmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bizga bizning oldimizda ikki xil tanlashni qo'ygan. La ta'murunna bil ma'ruf va tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanallohu alaykum shirarakum. Sizlar ya yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sizlar. Ya'ni to'g'rini to'g'ri, xatoni xato deysizlar. Yoki Alloh taolo sizlarga sizlarning ichinglardagi eng nachar kishilarni boshliq qilib qo'ydi, eng nachar kishilarni rahbar qilib qo'ydi deydi. Ya'ni biz to'g'rini to'g'ri, xatoni xato demasak, bizning beshimizga chiqadigan kishilar oramizdagi eng nachar kishilar bo'ladi. Bu payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning so'zi. Shundaqla Allohning azobiga sabab bo'lgan ishlarning birisi jamiyatda islohotchilarning ozlab ketishi. Ya'ni haqni haq deb qo'rqmaydi deydigan kishilarning ozlab ketishi, xato ekanligini aniq bilsimi, uningga sukut qiladigan, hech kimga eski bo'lmasligini tanlagan kishilarning ko'payib ketishi Allohning azobiga sabab bo'lgan ishlarning birisi. Alloh taolo Qur'on Karimda Alloh taolo har qanday bir kanitni, har qanday bir mahallani, har qanday bir jamoatni uning orasida islohotchilar bo'ladi ekan, hargiz hiloq qilib etmaydi, ularni vayron qilib etmaydi deydi. Bu oyatning aksi tushunchasiga borsak, agar ularning orasida islohotchilar bo'lmasa, to'g'rini to'g'ri, xatoni xato deydigan kishilar bo'lmasa, Alloh taolo ularni halok qilib o'tadi, ularga o'zining azobini soladi degan ma'no chiqadi. Shundaqla haqiqatni bayon qilishdan qo'rqish, xato ishlarga sukut qilish bo'lsa, ana shu xato ishlarga o'rtoq bo'lganga o'xshash bo'ladi.
Dunyoda to'g'ri desek chetga qilamiz yoki e'tiborsizlashtiramiz vaqtliq, ammo Allohning oldiga borganda uningdan cho'qim hisob beramiz. Chunki haqiqatni bilib turib demaganlik salaf olimlarimiz degandek g'ach shaytonning ishidir. Aksicha haqiqatni bayon qilishdan qo'rqmaganlar, o'qituvchi va shunga o'xshagan har xil qalpoqlar kelsa-mu, mayli yolg'iz qoldirilsin, mayli chetga qilsin, Allohning nazarida bo'lsa eng cho'ng mujohid. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan jihadning eng afzali qaysi deb so'ralganda, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kalimatul haq inda sultonin jair. Zolim podshohning qishda haqiqat gapni deyish, to'g'rini so'zlash eng afzal jihad. Hazreti Ömer'nin xalifalik davrida onun xalqidan birisi Hazreti Ömer'ga "Ya amiral mu'minin ittaqillah, ey müminlerin xalifasi Allah'tan qo'rq" deb tanqidlagan vaqtida, kishilar uni besib turg'ili qopgan vaqtida Hazreti Ömer uni qop qo'yinglar. Sizlarning oranglarda mushundaq gaplarni qiladigan kishilar bo'lmasa, sizlarda yaxshilik yo'q. Agar biz uning gapini tinglashamasak, uni undaq gaplarni qilg'ili qo'ymasak, bizda yaxshilik yo'q. Shuning uchun bilishimiz kerakki, xatoni xato deyish, kamchiliklarni tanqidlash eng buyuk ibodat, eng buyuk jihad. Maydonsizlik, hech kimga eski bo'lmaslik bo'lsa, bu munofiqlikning tunji qadami. Alloh taolo Qur'oni Karimda innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Munofiqlar bo'lsa, do'zaxning eng qariga, eng tuvan qatlamiga, ya'ni eng qattiq kuyilgan yeriga tushadi deydi. İtiqodiy munofiqlikka tushmaslik uchun biz ijtimoiy jihatdagi rangvozlikdan, shakl o'zgartirishdan, maydonsizlikdan, mavqesizlikdan saqlanishimiz kerak. Munofiqlikning tunji qadami maydonsizlik va mavqesizlikdan boshlanadi. Alloh taolo hammamizga to'g'rini ko'rgan yerda to'g'ri deyalaydigan, xatoni ko'rgan yerda xato deyalaydigan jasorat ato qilsin. Manfaatga chetlib qolganligimiz uchun shu manfaat qo'limizdan ketib qolarmiki degan maqsadda botilga sukut qiladigan bu xil marazdan bizni saqlasin.